Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar? Bu manzarani qaranglar do'stlar. Har kim ham sizlarga bunaqa manzarani ko'rsatavermaydi. Bugun sizlarga juda ajoyib videorolik bilan tanishtirib o'taman do'stlar. Konteynerlar narxi O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga xizmat ko'rsatadilar. Undan tashqari Tojikistonmi, Qozog'istonmi, Qirg'iziston bemalol chiqaveradilar. Xo'p, konteyner tom yopish xizmati, to'yxona deysizlarmi, stadion deysizlarmi, xohlasangiz oddiy uyingizda bestoyga metri chegaralanmagan holatda chiroyli qilib tomlaringizni yopib, temirdan xizmat ko'rsatadilar. Hozir sizlarga narx-navosi bo'yicha to'liq chiroyli obzor tayyorlab o'taman. Bittadan like bossanglar, men unda videoni boshladim do'stlar. Xo'p, ana aziz obunachilar, bismillahirrohmanirrohim deb sizlar uchun video rolikni boshladik. Hozir bizga shu ishlarni qilgan usto Ahror akamiz yordam beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akajon, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi ishlar bilan? Rahmat. Xo'p, qalay aka, ishlar bo'lyaptimi? Ishlar bo'lyapti aka, xudoga. Ishni lekin zo'r qilib qo'yibsizlar. Konteyner xizmati. Akajon, bu molxonaga qilingan-a hozir? Molxonaga qilingan aka. Eniga 28 metrlik, uzunligi 90 metr. Konteyner materialni ponni bitkizib berganmiz. Hamma yo'g'ini ko'rib turibsizlar. Ponni tunikalargacha hammaga yopib berganmiz. 28 metrga 90 ha? Ha. 28 metrga uzunligi 90. Undan tashqari bu endi o'rtada ustunlari bo'lgan. 28 metrgacha bez ustun holatda yopib ham beraveramiz. Misol ekskatli bo'ladigan bo'lsa, bez ustun holatda yopib beramiz 28 metrgacha. Agar 30 metr bo'ladigan bo'lsa, arkali qilib yopib beramiz. Agar men joyim kattaroq, misol uchun deydigan bo'lsa, arkasmon qilib yopib ham beraveramiz. Akajon, materiali qanday bo'lgan buni? Bu materiali qanchalik material bilan qo'yilgan? Endi bularda har xillar bor-da. Bu 8ligi bor, 7ligi bor aka. Bu 8likdan bo'lgan aka. Misol uchun bunday qanaqa o'lchab chiqadigan bo'lsangiz, 8likdan bo'lgan-a? 8. Akajon, shu ishimizga qancha vaqt garantiya beramiz? Endi aka 30 yil, 40 yil garantiya beraveramiz. Bemalol turibdi. Misol 15 yil oldin, 20 yil oldin qilgan ishlarimiz ham hammasi turibdi. Hech narsa bo'lgani yo'q. Mana yaqinda o'zimiz Toshkentda bitta obyekt qurganmiz. 2 yil oldin qurildi. Hozir ashini buzib turib, misol uchun boshqa joyga ko'chiryapmiz. Agar mabodo biror joyga obyekt quradigan bo'lsa, keyinchalik uni boshqa joyga olmoqchi bo'lsa, o'zimiz borib turib, boshqa joyga ko'chirib, xuddi ash holatda yana o'rnatib beramiz aka. O'zingiz tanishtiring, qayerdansiz? Necha yildan beri aka bu sohada siz? Bu sohada biz 10 yildan beri yuramiz. Men o'zim shaxsan kirganimga 10 yil bo'ldi. O'zim Andijon viloyatidanman aka. Andijon viloyati Asaka tumanidanman. Mana soha bo'yicha ishlab yuramiz. Yaxshi. Xo'p, akajon, to'yxona, uy, sport zallar, yana qanaqa barcha xullas tom qismi bo'yicha barcha metal konstruksiya bo'yicha hamma narsani qilamiz. Misol uylarda tomi, stadionlar, katta-katta, to'yxonalarni ham bemalol yopib beraveradilar. Do'stlar, joylaringiz keyin o'zgarsa, shunday ko'chirib tomni yangi joylaringizga qo'yib beraveradilar. Garantiyasi 30 yil, 40 yil vechnitsalaringiz ham bo'ladi. Temir bilasizlar, umuman umri boqiy narsa, hech narsa qilmaydi. Xo'p. Aka, qalin ustunlardan bo'lganmi? Qalin ustunlardan bo'lgan aka. Mana xudo xolasa bemalol bitta qorni ko'rdi. Endi Samarqandda ham ko'p qor yog'adi aka, bitta zo'r qorni ko'rdi. 1 yil bo'ldimi? Nasib bo'lsa unga 1 yil bo'ladi, ha? 1 yil bo'ldi xudo xolasa. Mana o'zimiz o'tgan xuddi shu paytda bitkizib, qurib chiqib ketganmiz. Mana tunikalargacha yopib berganmiz hammasini. Vallan qaranglar do'stlar, mashalloh. Qanaqa bo'lib chiroyli manzara. Bittadan like bosinglar. Xo'p, akajon, endi narxlar bilan tanishib o'ting. Narxlari qanday bo'ladi? Materialigami, metrigami, kvadratigami? Bir boshidan. Agar narxiga keladigan bo'lsa, ko'pchilik menga kvadratga hisoblab ber dedi. Agar kvadratga hisoblaydigan bo'lsa, kvadrati 120 mingdan tortib 250 ming, 300 minggacha ketadi. Ko'pchilik aytadi, men o'zim dedi, material metrga hisoblab, xohlaganimcha ishlataman dedi. Misol material metrga hisoblaganda, agar 17 ming so'mdan 25 ming so'mgacha bo'ladi metri. Endi uning ichiga 25 ming so'm degan ichida, uning ichida usta haqqi ham kiradi, elektrod, tosh, bargarka kelib tushigacha shuning ichiga kiradi, metr 25 ming so'mdan. Usta haqqi ichiga? Ha, usta haqqi hamma narsasi ichiga. Shu uy egasi asosan shu pulni beradi, joy beradi, tokenini beradi, bo'ldi. Qolgan hamma narsani o'zimiz bitirib chiqib ketamiz. Xo'p, akajon, mana shu obyektni necha haftada bitirdinglar? Xo'p, bu obyektimiz 1,5 oyda bitta qurib bitkizildi. Fonni hamma yo'g'i podklich bo'lib topshirildi. 1,5 oy ketdi vaqt shunga. Kelganlaringizda faqat
ustunlar bo'lgan, ha? Kelganimizda faqat ustun bo'lgan, uyda egasi ustunni qurdirib qo'ygan, ko'tarib qo'ygan. Keyin agar mabodo men quruq yerim bor deydigan bo'lsa, quruq yerdan o'zimiz ustunlarni qo'yib, noldan ko'tarib chiqib bitkizib ham beramiz. Tunikasini olib bersa, shu xizmat ichida qatirib beramiz. Misol uchun bir xil joylarda bez ustunli joy bo'ladi. Faqat ikkita girdida ustun bo'ladi. O'rtasida ustun bo'lmasa qilsa bo'ladimi? Bo'ladi aka, 26 metrgacha qilsa bo'ladi. 26 Bez ustun. Ha, bez usti 26 metrgacha qilinaveradi bemalol. Qo'rqmasdan, bexotirjam, ekskatli qilib bemalol o'rnatiladi. Telefon raqamlarini yozib qo'yganman ekranga, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Xo'p, 12 ta viloyatga undan tashqari qo'shni mamlakatlarga, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston bemalol aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Mana qilgan ishlar do'stlar 1,5 oy ichida mana shu obyektni bitiribdilar. Qaranglar, bunday yaqinroq ko'rsatsam, juda chiroyli bo'lgan. Undan tashqari do'stlar, siz Samarqanddan bo'lmasangiz, boshqa viloyatdan bo'lgan taqdiringizda ham har bitta viloyatga kamida bir 10 taday obyektlar bor qilib o'tganlar. O'sha yerga borib, sizga ko'rsatib qilgan ishlarini o'sha yerda yana batafsil kelishsalaringiz bo'laveradi. Xo'p, akajon, narx-navosi kelishdik mana. Mana shu summasi primерно nech pul bo'lgan aka? Bu kattaligini qarayman. Summasi aka 320 million so'm bo'lgan. Shu yerda obyekt o'zi 28 ga 30 joyimiz 320 million so'mga qilganmiz. 320 million so'm yopib bergan, tunikasini olib bergan, tunikasini yopib berganmiz aka. Akajon, endi buni sizga boshida pul beriladimi yo'q bo'lgandan keyinmi? Boriladi, joyda ko'ramiz, o'lchaymiz, dogovor qilamiz. Dogovor qilib turib, materiallar kelgandan keyin material pulni misol 70% ni beradi, qolgan 30% ni ishda oxirida beraveradi. Endi to'lovlarga keladigan to'lovlar xohlagan usulda pul o'tkazish, misol uchun naqd yoki pul o'tkazish yo'llari bilan amalga oshirilsa ham bo'laveradi. O'zbekiston bo'yicha hamma viloyatlarga xizmatlarimiz bor, dastavkalarimiz bor. Do'stlar, bemalol pastdagi nomerga telefon qilaveringlar. To'yxona qildirasizlarmi yoki letniy futbolni polo qildirasizlarmi? Ko'pincha shunaqa zakazlar ko'proq chiqadi, aka. Ha, xudo xolasa endi hamma futbolni pololar bemalol aloqaga chiqaveringlar. Undan tashqari oddiy uylaringiz bo'lsa, mana ko'rsatib o'tsa, uyda, misol uchun oddiy uyingiz bo'lsa ham qilib beraveradilar tom qismini. Uni taxtaga moslab ham qilib bersangiz bo'laveradi. O'rtasiga taxtalar qo'yibmi qandaydir keyingi sizdan keyingi ustol uchun. Ha, taxtalarni qo'yib, misol uchun uyda egasi qanaqa misol uchun xohlasa boramiz, chertojni o'zimiz chiqaramiz. Misol uchun maslahat beraman, agar uyda egasini o'zini chertojlari bo'ladigan bo'lsa, uyda egasini o'zini chertojlari bo'yicha ham yasab o'rnatib beraveramiz aka. Loy bosishga tayyor qilib beramiz. Loy bossa ham bo'ladi bemalol. Aka, endi bunga qanaqa ish qilgansizlar ko'rsatib o'ting-da menga. Qarang, misol uchun ikkita yoni bunaqachasiga ekan, o'rtasi tom qismida qilingan ekan va ikkita girdadan havo aylanish uchun ham shu dizaynni qo'lladinglarmi? Mana bu yerda joy kattalik hisobiga, misol uchun mollarga issiq o'tmas degan maqsadda bu eko yoniga anaqa qilgan, dimoxod qilganmiz, havo aylanish uchun. Mana sarroplarni o'rnatganmiz aka, mana ko'rib turishingiz mumkin. Mana shu yerdan ketaveraylik, ha, akajon. Mana shu holatda. Qaranglar. Nechchilik aka bu nimalar qo'yilgan? Bu 8 lik aka. Bu ustunlar orasi 6 metrdan har bittasini. Bu ustunning orasini ham misol uchun kattaroq qilib qo'yib beramiz. 12,5 metrgacha qo'yib beramiz. 12,5 metr, 13 metrgacha ustunning orasini ham qo'yib beramiz. Agar menga ko'proq anaqa bo'ladigan bo'lsa, 15 metrgacha ham qo'ysa bo'ladi. Bemalol. Misol uchun bundan tashqari, agar bu material bo'lmaydi meni sarropimga deydigan bo'lsa, shiviler materialimiz ham bor. Mana shu konteynerda o'zidan chiqadi shiviler material. Shivilerdan ham qilib beramiz. Yaxshi. Ko'rishingiz mumkin. Orqa qismiga ham qilingan ekan. Uni ham o'zlaringiz bitirgansizlar. Orqa tomonga ham qilingan. Orqa bilan birga shunday hozir kvadrat bo'lyaptimi, metr? Yo'q, orqa alohida razmer bo'lgan, boshqa bo'lgan, orqadagi. Orqani alohida dogovor bo'lgan ekan. U 50 ga 12 aka. 50 ga 12 bo'lgan. Bundan tashqari mana bu kichkina joyda ham qilganlar. Ha, bu kichkina joy ham bor. Bitta tomni o'zidan. Aka, hozir siz aytgan narxning ichiga qaysi narsalar kiradi? Ustidagi tom ham kiradimi? Qarang aka, 120 mingdan 250 ming, 300 minggacha deyapman. U misol uchun gaplashamiz. 200 mingdan kvadratdan oladigan bo'lsa, uni ichiga tunikasini olib beradi, tunikasini qatirib berish, vodiydan kelib tushish, materialni olib kelish, elektrod, bolgarka tosh, hamma narsa o'zimizdan bo'ladi. Uyda egasi faqat pul beradi, joy beradi. Agar katta obyekt bo'ladigan bo'lsa, uyda egasi kranni olib kelib beradi. Qolgan xizmatlar hammasi o'zimizning hisobimizdan. Yaxshi. Xo'p, keyin uyda egasi unday yugur bo'lmaydi. Yo'q, uyda egasi yugur qilmaydi. Temir xizmatiga o'zlaringiz bosh-qosh bo'lasizlar. Biz odamlarga qulaylik yaratish maqsadida shu yanaqalar, shuna narsalar o'zimiz o'ylab topdik. O'zimiz hamma yoqdan vodiydan hamma narsamizni, mahsulotimizni o'zimiz bilan kelamiz. Uyda egasining ishi faqat shu joy bilan tok beradi, pulini sanaydi, bo'ldi. Qolgan hamma xizmatlar o'zimizdan. Hamma xizmatlar o'zidan do'stlar. Eng kichkina razmer zakaz olishingizda aytib o'ting. Eng misol uchun minimallidan
va maksimalnigacha necha metrdan necha metrgacha aka? Endi necha metr qanaqa turdagi bo'lsa olaveramiz. Masalan, kichikroq obyektlar bo'ladigan bo'lsa, menga ozgina magazinim oldiga bir kichikroq qilib 150 kvadrat, 100 kvadrat qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, borib turib, u ishini ham qilib beraveramiz aka. Misol uchun oddiy toklar qiladi, misol uchun uzumga tok qiladi. U toklarni ham o'zimiz borib, o'zimiz qilib beraveramiz aka. U misol uchun cheksiz, razmeri yo'q. Kattami, kichikmi qilinaveradi hammasi. Bemalol mana shu ko'rib turgan zdaniyamizdan ham kattaroq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqursinlar. Bemalol aloqaga chiqsa bo'ladi bundan katta xizmatlarga. Fermer akalarimiz mana bemalol aloqaga chiquringlar. Bundan katta ferma qilmoqchi bo'lsalaringiz, tom qismini temir bilan yopmoqchi bo'lsalaringiz, bemalol mana usta akalarimiz sizlarga chiroyli o'zlarining xizmatlarini taklif qilib qoladilar. Endi aka, shu mana bu taraflarga boya aytganingizdek materialni nima yasash jarayonini bir ko'rsatib o'taylik ularni ham. Yasash jarayoni bo'lyapti. Men sizga hozir materiallarni bir qator ko'rsataman, tushuntirib o'taman. Mana yasalayotgan holati, tayyorlanayotgan holati mana ko'rib turishlar mumkin. Profilimiz shunaqa bo'ladi aka. Mana ko'rishingiz mumkin. Egilmaydi, baquvvat, ha aka. U yakkalik holatda buni ikkitasini bir-biriga mana qo'shib chiqamiz. Hozir qo'shilgan holatini sizga ham ko'rsataman. Mana. Mana qo'shilgan holati. Qo'shilgan holati. Mana aka, mana shu holatda qo'shiladi, mana baquvvatligini ko'rishingiz mumkin. Bemalol ko'tariladi. Ana shu aytayotgan 26 metrgacha aka bezuston holatda ko'tarilaveradi. Bezuston holatda qilib beradilar. Bezuston holatda bemalol. Hozir sizlarga mana materiallarni ko'rsatib o'tdik. Mana shu ikkita materialdan bitta qilinib, chiroyli qilib svarka qilinib qo'ylar ekan. Xo'p. Aka, endi butun O'zbekiston bo'ylab obyektlaringiz bor. Misol uchun boshqa viloyatdan bizdan ko'rsatayotgan bo'lsalar, o'zini viloyatiga chaqirsalar borib o'sha yerda qilgan ishlarni ko'rsataverasiz. Mana ko'rsataveramiz. Mana shularni qilgan biz shunday qilib beramiz deb obrazangiz. Ha, xuddi shunday. Rasmdan ko'ra живой obrazangiz ko'rsatamiz. Hozir bu ishimiz aka Samarqand viloyati, Pastdarg'om tumani. Mana O'zbekiston Press degan joy bor ekan. O'sha yerdan kirganda mana shu molxona, misol uchun agar kim ko'rmoqchi bo'lsa, kelib bemalol ko'rib, nima qilsa bo'ladi, maslahat qilsa bo'ladi. Agar boshqa viloyatdagilar bo'ladigan bo'lsa, misol Qashqadaryodanmi, Surxondaryomi, Buxoromi, Toshkentdanmi mabodo aloqaga chiqishadigan bo'lsa, biz o'sha yerda misol uchun qaysi viloyatdan chiqib, qaysi tumandan chiqqan bo'lsa, biz o'sha tumandagi o'zimiz ishlaymiz, joyini, manzilini aytamiz, borib o'zlari ko'rishib, o'zlari guvohi bo'lishar ekan. Endi akajon, xizmatlarni to'liq aytib o'ting. Xo'p, xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz mavjud aka. Kvadratlari 120 mingdan tortib aka 300 minggacha, 250 minggacha ketaveradi. Nomerlarimiz aka 90 207 32 32. Keyingi nomerimiz 97lik 837 0104 aka. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab barcha xizmatlarimiz mavjud. Telegram nomerlari ham mana shu telegramlar bor. Bemalol yozsalaringiz bo'ladi. Xo'p, akajon rahmat. Nasib bo'lsa obunachilarimga kattaroq zakaz bo'lsa akajon, qandaydir skidkalar qilib berasizmi? Agar sizni Sherzodbek nomidan chiqadigan bo'lsa, katta-katta skidkalar qilib beramiz aka. Marhamat do'stlar, bemalol foydalansalaringiz bo'ladi. Sherzodbek o'zidan desalaringiz boshqa joylarga qaraganda sifatli va skidkalar qilib beradilar qo'ldan kelgancha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aka, sizga ham rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling.